Boshqaruvchilikning eng kattasi, eng xatarlisi va eng muhimi bu davlat rahbari. Davlat rahbari xalqiga qanday bo'lishligi kerak? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nazarida qanday bo'lishligi kerak? Agar bu davlat rahbari siyosatini, ishini to'g'ri olib borsa, albatta buni ishi samarasi xalq ustida ko'rinadi. Agar noto'g'ri siyosat olib borsa, buni ham ta'siri ko'rinadi. Rahbarning qilgan bitta xatosi kelajak avlodga albatta salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Rahbarning qilgan bitta to'g'ri yechimi kelajak avlodning foydasiga, xayriyatiga bir sabab bo'ladigan ishlardan. Rahbarlarga nisbatan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'ygan talaba qanday bo'lgan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini ummatining ustiga zulm qiladigan, ularda haqqini ado qilmay qo'yadigan kishilarni rahbar bo'lib kelib qolishligidan qattiq xavotir qilar edi. Shu sababli juda ko'p hadislari bor, juda ko'p bir mavqiflar bor. Ana shu mavqif va hadislar orqali rahbarlarni qanday bo'lishi kerakligini ko'rib olishimiz mumkin. Mana bir qancha hadislarni o'qiymiz. Birinchisi: Sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 toifa odamlar bor. Ularni Alloh azza va jalla hech qanday soya bo'lmaydigan kunda, qiyomat kunida o'zining soyasi bilan soyalantiradi. Bu yerda zinodan tiyilgan yigit, yoshligini ibodatni o'tkazgan yigit, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh to'kkan kishi, o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirmagan, Alloh uchun do'st bo'lgan, qalbini masjidga bog'lagan kishilarni aytib turib, ularning avvalida imamun adil, odil imom, odil rahbar deb aytgan. Mana shu 7 toifa odamni payg'ambarimiz qiyomatda Allohning arshini soyasida turadi deb turib aytib, birinchi kim aytdi? Odil imomni. Rahbar adolatli bo'lsa, odil bo'lsa, hamma yo'q yaxshi bo'ladi. Hamma yo'q yaxshi bo'ladi. Agar zolim bo'lsa, xalqning haqqini yeydigan bo'lsa, albatta buning oqibati achinarli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan birodarlar duo ketgan. Imomi Muslimning sahihlaridan keltirilgan. Ehtimol kimgadir yangilik bo'lar bu hadis. Kimdir o'qigandir, eshitgandir. Payg'ambarimiz aytadilar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: Allohumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi. Parvardigor dedi payg'ambarimiz, duo qilyapti payg'ambarimiz. Kim mening ummatim ishida biron narsaga boshliq bo'lsa va ularga, xalqqa qiyinchilik, mashaqqat qilsa, bas sen ham unga mashaqqatni qilgin. Ummatni qiynasa, sen ham uni qiynagin deyapti. Ummatga mashaqqatni keltirsa, sen ham uni boshiga mashaqqat bergin. Va man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi. Kim ummatim ishida biron narsaga boshliq bo'lib, ularga shafqatli bo'lsa, bas sen ham unga shafqatli bo'ling. Xalqiga rahim shafqat qiladigan boshliqqa shafqatli bo'lgin. Mashaqqat qiladiganga sen ham mashaqqatni bergin. Boshliq. Bu boshliq xalqiga yo rahim shafqatli, adolatli bo'ladi, yo zolim, ularning haqqini yeydigan bo'ladi. Agar boshliq raiyatiga rahim qilmaydigan zolim bo'lsa, bunga qanday vaidlar bor? Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun lahum illa harramallohu alayhi al-jannata." Buxoriy va Muslimdan. Musulmonlardan bir raiyatni boshqargan qaysi boshliq bo'lmasin, agar u boshliq raiyatni aldagan holida vafot topsa, Alloh bu kishiga jannatni harom qildi. Bir boshliqki xalqini oldaydi, haqqini yeydi, zulm qiladi, oldab turgan holatda o'ladigan bo'lsa tavba qilmasdan, bu odamga Alloh taolo jannatni harom qildi. Birodarlar, boshliqning ishi, boshliqning mas'uliyati juda ham katta. Shuning uchun boshliqlikka intilmaslik kerak. Payg'ambarimiz aytganlar: "Satahrisuna alal imara va satakunu nadamatan yawmal qiyamah." Amirlikka, boshliqlikka intilasizlar.